Assalomu alaykum, oqshom radio muruvvatini burab, bizni tinglayotgan aziz tinglovchilar hamda mening jajji ertaksevar bolajonlarim. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Siz erkatoylarimni sehrli ertaklar olamiga sayohatga chorlamoqchiman. Dasturimizdan o'rin olgan bugungi ertagimning nomi Suv qadri deb ataladi. Bir yo'q ekan, qadimda emas, hozirgi zamonamizda Sherzod ismli juda to'polonchi bola bor ekan. Ovqat yeyish joni dili ekan-u, ish qilish desa juda bezor ekan. Tong otgandan kun botguncha ko'chadan beri kelmas, faqat qorni ochib chanqaganida uyiga zuv etib kirib, zuv etib otilib chiqib ketar ekan. Suv beringlar, oyi, suv qani? Onasi esa yoki oshxonada yoki hovlida hayhaylagancha qolar ekan. Voy, Sherzod, to'xta o'g'lim, hozir kelaman. Bir kuni Sherzod o'rtoqlari bilan koptok tepib rosa terlabdi. Lablari qurib chanqabdi. Yugurib hovliga kiribdi-da, suv jo'mragini varillatib ochib, miriqib suv ichibdi. Voy. Suv jo'mragini qaytib yopmay otilib ko'chaga chiqib ketibdi. To'xta, men ham boraman. Shunda qishloqdan mehmon bo'lib kelgan buvisi uni qo'yarda qo'ymay chaqiribdi. O'rtoqlari bilan o'yindan qolib ketayotgan Sherzod, "Ha, buvi, nima deysiz?" debdi baland ovozda. Shunda buvisi, "Bolam, qara, suv jo'mragini buramay ochib ketibsan. Qancha suv bekorga oqib uvol bo'ldi. Qani, darrov yopib qo'ychi bolam", debdi. Sherzodning esa jahli chiqib, "Ey buvi, shunga meni o'g'ri qilib chaqirdingizmi? Oqsa o'qaversin. Mening o'rtoqlarim kutib qolishdi-ku", deb yana ko'chaga otilibdi. Xasta buvisi arang oyoqlarini bosib borib, suv jo'mragini yopibdi. Kechki ovqat mahali buvisi Sherzodga, "Bolam, sen bugun meni juda xafa qilding. Qancha suv uvol bo'ldi. Allohga shukr, sizlar tinch, to'kin davrda yashayapsizlar. Biz bolaligimizda ko'p qiyinchiliklarni boshimizdan o'tkazganmiz. Har bir narsaning uvoli bo'lgani kabi obi hayotimiz bo'lmish suvning ham uvoli kattadir. Uning qadriga yetinglar bolam", debdi ma'yuslanib. Shunda Sherzod, buvi, qo'ysangizchi, suvning ham uvoli bo'lar ekanmi? Hamma yoqda suv tiqillab yotibdi-ku", debdi bolalarcha fikrlab. Buvisining pand nasihatlarga quloq ham solmabdi. Buvisi qishloqqa ketayotganida Sherzodni ham o'zi bilan birga olib ketibdi. Qishloq bolalari bilan yaqindan tanishib olgan Sherzod ular bilan tog'lik yon bag'riga mol va qo'ylarni boqishga birga ketibdi. Mol qo'ylarni o'tloqqa qo'yib yuborib, koptok tepa boshlashibdi. Qiyalik emasmi? Koptok pastga qarab dumalab ketibdi. Koptogini yo'qotib qo'yishdan qo'rqqan Sherzod uning ketidan chopib ketibdi. Voy. Qancha yugurganini bilmay, begona joylarda adashib qolibdi. O'rtoqlarini chaqiribdi. Hey, Sardor! Hey, erkin! Kim bor? Ovozi bo'g'ilib, tomog'i qurib qolibdi. Rosa chanqabdi. Bir qultumgina suv ichsam edi deb ko'zlari javdirabdi. Qulog'iga suvning jildirashi eshitilibdi. Yugurib borib qarasa, suv yonidagi "Kim bu suvni ichsa, echkiga aylanib qoladi" degan yozuvga ko'zi tushibdi. Bu hazil bo'lsa kerak deb suvni mazza qilib ichibdi. Hech narsa bo'lmaydi. Shu mahal oyoq qo'llari echki tuyog'iga aylanganini ko'ribdi. Voy, zum o'tmay haqiqiy echkiga aylanib qolibdi. deb o'zini har yoqqa uribdi. Qayerdandir och bo'ri paydo bo'libdi.
echki jon holatda o'zini oldinga uribdi. Rosa yuguribdi. Suvsizlikdan darmoni qurib, ko'zlari tinibdi. Oldidan kichkina ko'l chiqib qolibdi. Uning ham yonida yozuvi bor ekan. Kimda kim bu suvni ichsa, qushga aylanib qoladi deb yozilgan ekan. Echkichaga aylanib qolgan bolakay bo'riga yem bo'lgandan ko'ra qushga aylanib qolganim yaxshiroq deb o'zini suvga uribdi. Qonib suv ichibdi. Bo'ri yetib kelguncha qushga aylanib pir etib uchib ketibdi. Ko'kda uchib qishloq bolalarini osongina topibdi. Lekin qushga aylanib qolgan sherzodni hech kim tanimabdi. Bolakay charx urib qancha chirqillamasin, uning xatti-harakatini hech bir o'rtog'i tushunmabdi. Uning yana tomog'i qaqrab, ko'zlari tinibdi. Qanot qoqib qayerga bormasin, ichsang qumursqaga aylanib qolasan, kimda kim ichsa ilonga, maxluqqa aylanib qolasan degan yozuvlarni ko'rib tashnalikdan rosa qiynalibdi. Nima qilarini bilmay alanglab turgan ekan, birdan u tarafga qarab uchib kelayotgan yirtqich burgutga ko'zi tushibdi. Jon saqlash ilinjida bor kuchini to'plab qochibdi. Oy! Uzoqdan buvisi yashaydigan qishloqni ko'rib qolibdi. Bir paytlar buvisining burgutlar yirtqich bo'lgani bilan qishloqqa yemish izlab bostirib kirmaydi deb aytib turgan rivoyatini eslabdi. O'zini qishloq tomonga uribdi. Haqiqatdan ham burgut uning ortidan quvlamabdi. Qushga aylanib qolgan bolakay biroz nafasni rostlabdi-da, buvisining oshxonasi tomoniga o'tibdi. Chelakdagi muzday suvdan mazza qilib ichibdi. Shunda birdan chirpirak bo'lib aylanib o'z holiga qaytibdi. Oshxonaga kirib qolgan buvisi unga qarab, "Ha, bolam, shunchalik terga botib, qayoqdan yugurib kelding?" debdi. Asl holiga qaytgan Sherzod quvonchdan buvisini quchoqlab olibdi. Buvijon! Hayron bo'lib qarab turgan buvisiga, Buvijon, sizning gapingizga kirmay ko'p xafa qildim. Meni kechiring, debdi. Bu bo'lib o'tgan voqea o'ngimidi yoki tushida ro'y berdimi? Buni anglab yetmasa-da, Sherzod butunlay o'zgardi. Qayerda suvning jo'mragi ochilib qolib ketgan bo'lsa, har qanday ishini tashlab bo'lsa ham suvni yopib qo'yadigan, suvning qadriga yetadigan bo'lgan ekan. Kim buni ochdi? Yopib qo'yish kerak. Suv uvol bo'lmasin. Mana bolajonlarim, bizga ajratilgan vaqt ham poyoniga yetdi. Anglaganingizdek har bir narsaning uvoli bor. Xonadonimizda foydalanadigan har bir foydali mahsulotlarning qadriga yetaylik. Uvolgarchilikka yo'l qo'ymasak, hayotimiz farovon bo'lib boraveradi. Endi esa shirintoylarim, sizlar bilan xayrlashaman. Tuningiz osuda o'tsin, shirin tushlar ko'ringlar.